Hurmatli obunachilarimiz, navbatda ko'rsatib o'tgan avtomobilimiz xudo xolasa Nexia 3 mexanik korobka, narxi 95 million so'm. 3 million so'm pul bilan avtokrita chiqariladi. Gayna to'slardan 8 million so'm. Jami 11 million so'm pul ketadi 5 yilga. 3 million 200 ming so'mdan oylik to'lovlari. Ishlab chiqarilgan yili 2020-yilda. Kraskalar 100% sozlar, damkili ustalar bilan ko'rib olasizlar. 4 yumshoq bononda qo'yilgan. Metan gaz baloni uстановка qilingan. Задний kamera qilibi. Tonirovka ruxsati yo'q. O'tib ketibdi. Bosib o'tgan masofasi 72.100 km, mexanik korobka. Заводской chexol, kovrik tashalangan. Kim qiziqar bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Diğer hafta kelaverasizlar. Sotadigan mashinalarni uzab kelsangizlar, qo'ldan kelgancha sotishga yordam beramiz. Diğer haftada sizlarni kutib qolamiz.